hozirgi kunda men trendlar haqida gapirdim boya. Bu mavzu meni rosa qiynayapti. Bolalarga o'rnak qilib ko'rsatiladigan yoshlar menga yoqmayapti. Kamerani oldida o'yinga tushish davlatga foydasi yo'q. TikTok va hokazolar haqida gap ketyapti-da. Hozir meni любой yosh bolani olasiz, maktabda o'qiydigan. Doktor bo'lish niyati yo'q hech kim. O'qituvchi bo'lish niyati yo'q hech kim. O'qituvchilik defitsiti boshlanadi yaqinda. 10-20 yildan o'qituvchilik kamayadi. Hozirgi yoshlar hech kim o'qituvchi bo'lmoqchi emas-da. Hozirgi yoshlar men o'qituvchi bo'lmoqchi emas, doktor bo'lmoqchi emas, meditsina pastga tushadi, ta'lim sohasi pastga tushadi. Miyani rivojlantirish jarayoni, mana miyani rivojlantirish jarayoni, o'qish jarayoni bu bitta maza tomoni bor-da. Men misol uchun 3200 ta raqamni eslab qo'yganimda shunaqa maza qilganman. 5468 ta raqamni eslab qo'yganimda men maza qilganman. O'zimni xuddi bir haligi bir odamlarga bir imkoniyatlari eng chekka Superman his qilganman o'zimni, qo'pollik aytganda. Bu narsa chuvstvo beradi. Bizda mana 9-8, men 8-sinf rahbari bo'lganman eng qizig'i. 9-sinf, 8-sinf kirib birga o'tirishardi. Men mnemonikani eslab qolishni o'rgatar edim. Shunaqa tadqiqot qilganman. Bolalarda tarixga, kimyoga bo'lgan qiziqish uyg'ongan. Qizlar 9-sinf qizlar. Bitta qizimiz bor edi. Tablitsa Mendeleyeva bor-ku, Mendeleyev davriy jadval. Buni yodlab chiqqan. Shu darajada yodlaganki, Dalton deydi, ya'ni moddani, o'sha elementni hajmini, vaznini, oxirgi ikkita raqamini aytsangiz, qolgan narsalarni aytib berardi. Kimyoda yaxshi o'qishni boshlagan, chunki qo'limdan kelyapti shu narsa degan haligi bo'lganda, ko'pincha nimadir qilaversangiz, qo'lingizdan kelmasa tashab qo'yasiz. Yodlash oson bo'lsa, oson o'zlashtirsangiz, maza qilasiz-ku, haligi ko'tarilasiz. Davlatga keyin yana bir tomoni yaxshiki, o'qishga qiziqadi-ku, u 1-sinfdan boshlangan hammasi. O'qishga qiziqishi ortgan bola yaxshi mutaxassis bo'lib o'sadi. Foyda bilan befoydani anglaydi. Faqatgina egoistichni o'zini hayotini o'ylamaydi. Kelajakni o'ylaydi, o'zidan keyin nimadir qoldirishni o'ylaydi, boshqa insonlarga foydani o'ylaydi, doktorlik kerakligini tushunadi, injenerlik kerakligini tushunadi, pedagoglik kerakligini tushunadi va hokazo va hokazo. Shu yo'nalishda ishlaydiganlar ko'payadi. Men bu bema'nigarchiligini tushunadi. Turib olib podpishchilarni yig'ishida, nima deydi, odam shu tomondan foyda. Men bitta narsaga 100% ishonaman. O'zbekiston, men sport bilan shunchalik shug'ullandim-da. Yaxshi ko'raman-da. Shuncha aybni ko'rib turib ham, любой o'ylagan inson, любой davlatda ham ayb bor, yo'q emas. Ko'radi-da, achinarli bo'ladi, haliginaqa bir yoshlarni o'ylaydi, trendlarni o'ylaydi, noto'g'ri tomonga ketib turganimizni tushunamiz. Menimcha davlatdagi trendlar qaysi tomonga qarab yurib turganini ko'rsatib tursa kerak. Ras trendlar o'yinga tushish bo'lsa, u yaxshilik bilan tugamaydi oxiri. Haligi geroylarni o'zgartirishimiz kerak yosh bolalar uchun. Liderlarda. To'ppa-to'g'ri. Anta 10 ta bolani qutqarib, yuragini operatsiya qilgan xirurglarni tanitishimiz kerak. Nechtadir odamni qutqargan pojarniklarni tanishimiz kerak. O'qituvchilarni ko'tarishimiz kerak, tanitib. Shu insonlarni podpishchi ko'p bo'lish kerak hammanikidan. Qattaga haligi bir balolar qiladigan odamlar emas-da. Shu to'g'ri bo'lar edi davlat ravnaqi uchun. Liderlik borasida bolalarda shunaqa narsa borki, hozirgi kunda mana O'zbekistonni oladigan bo'lsak, men chetga chiqqanimda musobaqalarga, meni yuragim achishadigan joyi, men vatanparvar insonman. Boshqa joyda bir haftadan ko'p yura olmayman men. Men shu havoni his qilib keladi. Namanganmi, Toshkentmi farqi, O'zbekiston bo'lsa bo'ldi. Men ishga kelsam, shu qo'nsamda men bu kasallik yo'qolmas ekan menda. Men bu narsani tushundim. Chetga chiqqanimda mana Xitoyga bordim jahon chempionatiga. Men 2017 da bordim. 2017 dan keyin jahon chempionatiga hech kim bormadi, eslab qolish bo'yicha. Men xotirasi pastmiz bizmi? Yo, qanaqa Imom al-Buxoriylar, Farobiylar qayerda? Eng kuchli xotirali insonlar Bag'da bo'lgan ilgari. U Xitoylarda emas. Xitoy kelsa hamma cho'chiydi chempionatda. Mongol kelsa hamma cho'chiydi. O'zbek kelsa tanimaydi ham O'zbekiston. Menga alam qiladi bu narsa. O'zbekiston deyman, Pokiston deydi. O'zbekiston deydi, Turkmaniston deydi. O'zbekistonni bilmaydi. Na bir bayrog'i ko'rgan, na boshqa narsani ko'rgan. Boks zo'r. Любой maktabdan zo'r biz boksimiz. Kurash dahshat. Hamma biladi, biz kurashni bilamiz, o'zbeklar urushni ham bilamiz. Endi aqliy tomonimizni ham ko'rsatishimiz kerak dunyoga. Men shu narsani yaqinda shu haqda post qildim-ku Instagramga. Pastda bitta bola like qo'yibdi, Fly Chess degan maktabni bilmadim. Kirsam u bola 11 karra O'zbekiston chempioni shaxmatdan, 5 karra Osiyo chempioni.
400 ta подписчик. Tushunyapsizmi? Bir o'qish bilmaydigan Qizilada 300 ming, 400 mingta подписчик ketganda ko'pada. W'chilar deyman men ularni. W uchun. Shuni W bilan yozadi-yu.